Kuni kecha To'rtko'l tumanining 34-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ta'lim sohasida faoliyat olib borayotgan pedagoglarni e'zozlash va qadrlash maqsadida, shuningdek, kasaba uyushmalarining 120 yilligi munosabati bilan ma'naviy tadbir o'tkazildi. Tadbirning markazida uzoq yillar davomida mazkur maktabda faoliyat olib borgan faxriy ustoz 77 yoshni qarshilagan Ismoilov Ashir Karimovichning yubileyi joy oldi. 50 yildan ortiq davom etgan pedagoglik faoliyatida u ko'plab avlodlarga ta'lim berib, yoshlarga bilim va ma'naviyatni o'rgatdi. Kechada To'rtko'l tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi xodimlari, O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi To'rtko'l tuman bo'linmasi raisi Ashir Xaldurdiyev, ustozning yaqinlari, sinfdosh do'stlari, ta'lim bergan o'quvchilari va maktabning pedagog jamoasi ishtirok etdilar. Tadbirning o'zi ustozning faoliyati va u bilan bog'liq yodgorliklar haqida qisqacha ma'ruzalar bilan boshlandi. Ustozning ilgari bergan saboqlari, o'quvchilar bilan bo'lgan aloqalari, ularni qanday tarbiyalaganligi va ta'lim jarayonidagi samarali ishlar haqida so'z yuritildi. Ashir Karimovichning o'quvchilari va yaqin do'stlari uning shaxsiy xususiyatlari, sabr-toqat va mehribonlik bilan ishlashdagi mukammalligi haqida o'z fikrlarini bildirishdi. Har bir ishtirokchi bu uzoq yillik ustozning faqat ta'lim sohasida emas, balki insoniy fazilatlarida ham o'rnak bo'lganligini ta'kidladi. Ta'lim sohasi sifat samaradorligini oshirish hamda ta'lim sohasida fidokorona mehnat qilib kelayotgan ustozlarni ulug'lash, qadrlash doirasida olib borayotgan ishlari natijasida mana hamda kasaba uyushmalari 120 yillik doirasida tumanimizda qator tadbirlar, sport tadbirlari, ma'naviy tadbirlar davom etib kelmoqda. Ashir Karimovichni 77 yillik yubileyi bilan chin qalbimizdan O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi, To'rtko'l tuman bo'linmasi, To'rtko'l tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi nomidan chin qalbimizdan samimiy muborakbod etamiz. Tadbir yakunida To'rtko'l tuman kasaba uyushmasi tomonidan ustoz Ashir Karimovichga tashakkurnoma va qimmatbaho esdalik sovg'alar topshirildi. Bu sovg'alar nafaqat uning ko'p yillik mehnatini tan olishdir, balki ta'lim sohasidagi faoliyati va maktab jamoasiga qo'shgan hissasini qadrlashning ramzidir. Kechada O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi To'rtko'l tuman bo'linmasi raisi Ashir Xaldurdiyev ham so'zga chiqdi. U o'z nutqida kasaba uyushmasining pedagoglarga nisbatan e'tibori, ta'lim tizimining rivojiga qo'shgan ulkan hissasi va pedagoglarning mehnatini qadrlashdagi ahamiyat ta'kidladi. Terbiyeçilik qiyin ish bu. Yo'la qiziqday. O'ngot injenerda, o'ngot matrosda, o'ngot traktorchida, o'ngot muallim, o'ngot doktorda bor. Yo'la bularning hammasini yetishtirgan muallim. Yanqi vazifada ishlaydigan hammasiga muallimin şaharları ağaç deyip hesap etsek, muallim şu ağacın düğü hesaplanıyor. Muallim olmasa cihanda hiç tat olmayacaklığı görünüp duranlar. Şu işleri kurnapörün mektebimizin direktörüne, muallimlerine, profesör kurulmasının başlığına, özlerin vaktlerini ayaman gelip oturan obadaşlara, kardeşlerime hemmecikine sağ olsun aytgan minnatdorchilik bildiraman. To'rtko'l tumanidagi 34-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'tkazilgan bu ma'naviy tadbir faqat uzoq yillar davomida ta'lim sohasida xizmat qilgan ustozni e'zozlashni, balki ta'lim tizimining rivojlanishiga hissa qo'shgan pedagoglarning mehnatini qadrlashni ko'zlab o'tkazilgan yirik voqea bo'ldi. Ismoilov Ashir Karimovich kabi faxriy pedagoglar albatta kelajak avlodlarni tarbiyalashda o'rnak bo'lib qoladi.